Yaxshi sizlar qora ko'zlar, yaxshi tudinglarmi? Men sizlarningki riyosat do'stinglar qora ko'z bo'laman. Bugun bizningki Qaytirayli xalqim degan programmamizningki ikkinchi qismi suratga ilindi. Bugun yana burunqi o'xshash qarz berib ololmagan, qarzni qo'yilib qaytmay turganlarningki suhbatiga daxil bo'lamiz. Qani bizningki birinchi bo'lib sahnaga taklif qiladigan mohirimiz bo'lsa, qarzni berib ololmayotgan yosh yigit hozir bu odamni sahnaga taklif qilamiz. Qani marhamat. Qanda inam yaxshimi? Yaxshimi? Bo'p qoldi herhalde. Xeyli yaxshi ichib olibsizlar. Yaxshi ichib oldik, ha, bu munosabatda. Hay, bo'ldi. Nima ish qilyapsiz? Bugun aning bilan ya pulni ilishimiz, ya birga-bir etishimiz. Bo'ldi, o'zingiz bir so'ylang enim. Sizdek bunda havo mushaqlarni jiq ko'rdim doyimda. Boshlab aytdik mashqni soatni 5 ga to'g'rilabdi. Hamma ahmoyse. Havo mushaqlan bilan hamma yoz kuni soyani qo'ygan guli. Şaştırılmaydı. Soraydigan savollar bor. Bir javob bering. Qanday? Bo'ldi. Bir savol. Sizning ismingiz nima bo'lib ketdi? Da taqdiringiz qarsam xili bir tayin va oilaning bolasida qilasiz. Adangizning mehchib topgan pulni g'adib qashlayotgan bir puraqni purayotaman. Ismingiz danga boshda. İsmim Satta, raqamim Sig'iz. Men boyada hech kim ocholmaydi g'iz. Boyunuz sal cho'gaga jig'ra xapiran meg'iz. Yani böyle siz qafiyali gaplarni o'rganib enim. Bo'ldi, biz ikkinchi savolimizga o'taylik. Siz bu qarz bergan tarafni qanday taniysiz? Qanday ahvol ostida tanishgan, qanday ahvol ostida qancha pul bergan? Shu to'g'risida bizga ozroq bir ma'lumot bergan bo'lsangiz, Sig'iz efendi. Shu aka, men buning bilan jo'bat tanishgan. Bir kuni kirsam, gazoda o'tiribdi. Bu yon degan Mondo zanjir, oltin zanjir. Fichi degan Versace, LV qo'ltiqqa degan Prada'nikini qistirib olibdi. Atrofida 10 qiz olib to'lishib ketibdi. O'chun deb men shundan buningda puli bor demamdim. Yaqinlashganman buningga. Yaqinlashsam 4 kundan keyin bir shifokam deb izdabdi. Nima ish desam, 50 ming pul versang, bir oydan keyin 70 ming qilib qaytarmayman. Bu fursat bir kelishga kelmaydi deb shundan ichimga o't tushmamda. Berdim o pulni. Bersem 7 ay oldu mana. Ya bu yok, ya bu yok. Bu yandaki zincirlerim yok özünün. Yaman yeri şu çoğunlarda ağam pul dediğini hazır. Oturdu, kısınçılıkta kaldım cumacının maka. Mana tomoshabinlar hozir Satta Sig'iz enimizning so'zlarini anlagandan bu ishning tegi-tekni bir-bir tushunib yetdik. Jo'ba tanishgan aksiga ishinib bergan ichgan pulni, aks bilan qadinas bo'lib chang siqishibdi qo'lni. 50 ming 70 ming qilaman deb bergan ichgan va'dini mana hozir Satta kelib xalq ustida dadini. Endi jamiyatimiz shundaqla hozir mushtaq ishlar intayin jiqib ketdi. Oltin zanjirni birini taqaydi. 1000 per so'mkada birini qistiriblam, o'zi xobiga intayin qazib ketgan. Oyim bilan aloqasi yaxshi emas. Lekin o'ltag'alam yerda cho'ng-cho'ng shangmoning parani qilib, nurg'unlagan sadda insonlarimizningki pullarini sug'urib elib yo'qab ketib qolgan insonlar intayin jiq. Shuningga meningki shu kang xalqqa deydiganim bir odamga mayli mablag' silish bo'lsin, mayli qarz berib turish bo'lsin, ashtaq vaqtlarda pul berishdan oldin bu odamning kaynini azroq surishtirib, anandikin pul sunishlarni chin qalbimdan umid qilaman. Endi biz bo'lsa bu ikkinchi sonimizningki Dabshaqjon efendimni sahnaga qilib bir taklif qilib, ati bashirsini bir ko'rib boqaylik. Qani, marhamat. Qanda qarikiz? Qandan nerdan ya yenisanmi? Ben. Bir talay kelime tıkıyım. VIP kartanla bana bişirip olay birini. Ya bak gelinimi kensecima sen. Ya Merdan, ben sana rast kol koydum diyorum. Sen bu aldın gittim, eli kıbalını koygandan, ma gittim, mağını koyupsa, sen rast kespi kensecima sen. Sen bir alaydı bir usulun bağmamış adamlarını koyuşta. Sen bu adamların koyulmaydığını kanda fıksa sen bak bir qaraplı bir adamlarını koyulmaydı baha vereleydiğanga okşav etsecima sen. Kanda önürün babi de bir xalq bir anlap baksın. Gapni bu yerda digilinmaydi qarikiz. Endi xalq texim hoşyar olib ketadigan bo'ldi. Men avval bir odamni qo'yishdan burun bu odamning shingzosini, ya'ni yulduz turkumini bilib olaman. Bu odamning qanchinchi oy tug'ilganligini bilib olib, Vishinning izdash degan yerga kirib, yulduz turkum deb bassam bir abjaq chiqadi. Men shuningdan bu odamningki yulduz turkumini izlab, mijoz xarakterini bilaman. Bu adamның qo'li ochiqmi yoki pixsiqmi?
Qo'li ochiq bo'lsa, shu qo'li ochiq odamga bevosita hujum qilma. Qisqlarga aytib hujum qilma. Qanday? Yo, Mardan Dabshaq. Bu xalq bu abjaqni bunda bir iliqi bir muvafiqniki mijoz xarakterida qarta, shuning bir jingishlarni berma deb, bir yaxshilik ishlab chiqargan bir abjaqni sen qo'ymichilik ishlab degina sana rost qo'l qo'ydim juma men to'g'ri. Bo'ldi, gapni uzatmaydi. Sen mabon tonamsan, o'tirganlarda qanday ilm berimba bir yaxshi tushuntirib qo'yaman. Taniyman buni. Go'y, o'tganiga 50 ming qatti razumay beribsan menga. 4 gündür tügidi o pulan, berkiti yok bir pulki ama. Razı bəgən olsam bir ay xəşləyə qoydum mən onu. Budan pul versən razı ol bəcmə bana. Olmasa bəmə. Turuşun. Setli. Akilak qarkuzman mikrofonni. Peşini yerib letib mana budaqalik mana bırak razı ol bereyim. To'xtabdi, inem. Bunun bu beşini yerib qo'yib 50 ming belgili olmaydi. Bunun beşini yerib qo'ysan qaqa, hammaning pulini sen berdiga chiqadi. Bunda da men oyoqsimda aldirib qattiq qo'lli qilmagan yaxshi. Qanda biz hal qilamiz. Qanda biz hal qilamiz. Biz menga ishon. Bulamda seg'iz. Yaxshi sizlar aziz tomoshabinlar. Mana hozir biz bu Marda apaning gapini anglagandan keyin intayin hayron qolganlar cho'qim. Men chunki men o'zim bek hayron qoldim. Bu odam hozir qo'ygan pulning berkitini so'rayapti. Demak, bu odam qo'ygan pullarniki xajlab etganda nəhayət bərkətsiz tükkanligini, bunundan keyinki qo'yilmoqchi bo'lgan insonlarning bunga pul berayotgan vaqtida rozi bo'lib berishini qattiq xalqdan so'rayotdi. Bu hikoyalarni anglab men o'zim ozroq bearam bo'ldim. Qani hozir biz mikrofonimizni bizniki dangliq iqtisod yetakchisi, iqtisod muallimi Michael Malimga ikki og'iz so'z beraylik. Qani Michael Malim. Hello everyone, I love you. Where are you from? Happy birthday to you. Yaxshi do'stlar, men sizlarniki iqtisod ma'lumotlar Michael teacher bo'laman. Endi men hozir bu yerga storyni anglagandan keyin shuni his qildimki, Mao Satar brother, Mao Mardan brotherga mushtaq 50 ming qo'yib beribdi. Endi bu Mardan brother Satar brotherga shu 50 ming pulni 70 ming qo'yib qilib qaytarishni va'da qilibdi. Bu yerda qaytaramabdi bu yerda. Endi men demoqchi bo'lganim, Satar brother, sen menga aloqalaringni yig'ib, sizlar 10 bola bo'lib 50 ming pulni 500 ming qilib menga beringlar. Men sizlarga bir oydan keyin 700 ming qilib qaytarma. I promise. Men to'g'ri raskat. Agar qaytaramay qilib qolsam, mana men nafasniki mana ma bolkalar bor shunda payzi yeyishlik shu nafasniki ma big boss lobini meniki brother bo'ladi. Agar qaytarmay qolsam aslan sklatga berib bir kamas nafasni yemeklikni besib akasam bo'ldi. Buni sen qanday qaraysan? Alright or no? Yaxshimsa tomoshabinlar, mana hozir Michael Malimning gaplarini anglagandan keyin men intayin hayron qoldim. Shundaq bir insonni men ma'lum deb programmamga aytganimdan sizlardan tuvanchilik bilan kechirim so'rayman. Meni kechiringlar. Hatto inim siz bu Mardanning gaplarini anglagandan keyin siz qanday bir ta'sirotlar keldingiz? Men aka bu pulni zodi olsam bo'lmaydi. Bu pul cho'nglarning puli ham deyman, yo'g'on boshliq ishlatib qo'yganim yomon pushaymanim bor. Bu pulni zodi olsak bo'lmaydi. Mardan efendim, siz bu satda qanday javoblaringiz bor? Ya qara Afka, men rasiyatni qilay. Hozir mendan 50 ming qo'y emas, 50 ming chiqmaydi degina. Mushlarni mush programmaga qatnashib berayang deb men mush programmadan 200 qo'y pul berib chiqyapman men. Mushning bilan jinimni jon etib ketib borman. Men yaqinda biz qamoq qilmay deb qoldim. Ilinsa 200 ming olindi. Aşağıda yemek yemez, cho'tlar bilan. Qanday? Cho'turani chekanga taq qiltiryapti. Men nishni oldida bildim, qarkuzga bu pulni olmaydiganimni. Lekin mana shu bizning xalq menda bir ibrat olsin deb keldim shu programmaga. Yaxshimizlar aziz tomoshabinlar, mana biz bu hikoyalarni anglagandan keyin shuni his qildikki, dunyoda unday oson ish yo'q-ki. 50 ming berib bir oyda 70 ming oladigan, 100 ming berib bir oyda 150 ming oladigan ishlarning hammasi yolg'onchilik, oqibati pullarni yo'qotib qo'yish bilan oxirlashadiki. Bizning endi umid qilganimiz buningdan keyingi kunlarda agar ashunday bir fursatlar sizlarning oldingizga kelib qolsa, osonla ishini pulni berib etmasligingizni chin qalbimizda umid qilamiz. Mardan efendim, xo'sh, endi sen buningdan keyin bizning bu programmamizga qayt-qaytilib chiqaversangmi, o'zingga yaxshi emas, senga yuz kerak. Endi sen bitta to'y qilmagan yosh bola ekansa, buningdan keyin to'y qilsa qara,
Ballarың bo'ldi. Bunda chiqaverib, xalqning hamsiga to'nilib ketib, dapshaq olib ketib qolsang, buningdek kunlaring yaxshi o'tmaydi qara. Shunga men senga qo'yimchilik qilmasangmi, yaxshi pul topadigan bir amalni men ko'rsatib qo'yay. Sen mavi undidarniki izlash degan yerga Elan FM deb bossang, ashada bir Gongnu chiqadi. Elan FM deb. Sen ashning ichiga kirib, u yerga nurg'un korxonachilar, nurg'un mahsulotchilar o'zlarining mahsulotlarining ilanını berdi. Sen o ilanını özünün dostlar çemberliğine çıkarış arkalık sen kunde kıymet yaratalaysa, kunde pul tapalaysa. Dostlar çemberliğine bir kağıt tutum turdu. Onun aşağıda açılan ilanların dostlar çemberliğine çıkarış arkalık günüge 100 koy, 200 koy, 500 koy yaxşırak olsa pul tepip giderleyse. Ben seninki şunda işler arkalık haklarını aldımğanlık arkalık pul tepip yaxşı durmuş geçirip ma yüzünü yorup olsanız için kalbini ümit kılına dostum. Bulamda. Rahmet dostum, qara ko'z. Menga to'g'ri yo'l ko'rsatganingizga.